Salom aziz bolajonlar. Bugun sog'lom bolajon gimnastikasida sizlar bilan Soliha. Birgalikda mashqimizni boshlaymiz. Har bitta harakatimizni 10 tadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İkinci mashqda yonga yotib olib oyoqlarimiz bilan ishlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingi mashqimiz ko'vrikka yotib olamiz va bellarimizga ishlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi esa savacha mashqini bajaramiz. Qani ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi belimizga ishlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingisiga mostik qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi kichkina mostik qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingi harakatimiz shpagатimizni ochishga yordam beradi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi shpagatimizni ochamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi 10 tarafga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi chap tarafga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi qo'l mashqini bajaramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi orqaga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingi mashqimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingisi oyoqlarimiz yelka kengligida bellarimizga ishlaymiz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keyingi mashq oyog'imizni tepaga ko'taramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keyingi mashqimiz. Aziz bolajonlar, unutmang, har bitta mashqni to'g'ri bajarish kerak. Bugungi mashqimiz sizga yoqqanidan xursandman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr!